Fevral oyida o'qib tugatgan kitoblarimga baho beramiz. Umumiy bo'lib men 8 ta kitob o'qib tugatibman. Bu yerda 4 tasi, boshqalarini elektron variantda o'qiganman. Fevral oyining boshini men Pir Stervyatnikov degan kitobdan boshladim. Bu Taxtlar o'yini 4 yoki 5 kitobi. Men bu kitobga 10 dan 7 qo'yaman. Boshqa kitoblarga qaraganda bu kitob ancha zerikarli. Keyin bilib qoldimki, hali Taxtlar o'yinining kitobi oxirigacha yozilmagan ekan. Keyingi o'qigan ikkinchi kitobim Udержать 13-va. Bu kitobga men 10 dan 100 beraman. Chunki bu kitob meni shunaqangi yig'latdiki. Keyingi kitob Bo'ronli dovon, Emily Bronte. Kitobga meni umidlarim katta edi, lekin 10 dan 6 beraman. Kitobni ko'p romantizatsiya qilishadi, lekin menga unchalik yoqmadi. Yoki men ma'nosini tushunmagandirman, bilmadim. Keyingi o'qigan dilogiyam, ya'ni 2 ta kitob Zmeyka и крылья ночи. Kitob fantasy janrida edi va men bu kitobga 10 dan 9 beraman. Menga eng yoqqan narsa bosh qahramonlar o'rtasidagi muhabbatdan ko'ra o'sha otasi va qizi o'rtasidagi munosabatlar, ya'ni otasi qanchalik qizini yaxshi ko'rishi, qadrlashi. Keyingi o'qigan asarim Hamnet. Men bu kitob haqida 2-3 ta video chiqarib tashladim o'zi. Shundan bilsanglar bo'ladi, menga qanchalik yoqqanini 10 dan cheksiz qo'yardim bunga. Shunchaki o'qing bu kitobni. Keyingi kitob Dnevnik pamyati, muhabbat kundaligi. Boshida voqealar tez bo'lgandek bo'lib ketadi, lekin oxirida juda ham yig'latadi. Va keyingi kitob eng oxirgisi Neznakomka из Wildfell Hall. Bu ham 10 dan 100. Bu kitobni o'zbekchaga tarjima qilishlarini xohlardim. Ko'pchilik o'qishi uchun. Agar yana shunaqa videolar ko'p chiqishini xohlasangiz, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.